Dükkanımız Sroşni satıladı. Şıklant baxa, lokasiyasam Şıklantepe joylashgan. Türkül tumani Birrun ko'chasi Kak merkezinde Nebidayna Xalq qabulxonasi shuni ro'parasida joylashgan. Hozir arendator o'tiribdi bu yerda, stoloviyat qo'yibdi. Nov ishlasangiz ham yetadi bu yerda. Shahar markazi bellayni. Bu uni bu yerda do'konlar hamma narsa bor. Xo'p, hozir chiroyli qilib obzor qilib qaraman. Sizlardan bir chiroyli like bilan ajoyib kommentlar bo'ladi. Xudo xolasa bella bebaho yerlar bellayni. Nov ishlasangiz ham yetadi. Assalomu alaykum, sizlarga hurmatli obunachilarim, salom-salomlar, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamasizmi sizlar? Chegarasi ham chetdayni. Shu bir konsertni qiladi. Ben chegarasi berayni. Arendator hozir bu yerda so'msa boshqa hamma narsalarni ishlatib o'tiribdi. Sardardan bola arenda o'tiribdi bu yerda. Bu qator ham zo'r. Xo'p, Novus qoladi, Novus ketadi. Bir qator obzor etib beraman. Arendator ham mo'jizani olib ketadi bu yerda. Remotni chiroyli qilib ishlangan. Juda ajoyib. Gap bu shuncha narsa. Xo'p, bu yerda bar qoladi. Birdan konsert qoladi, shu yerda zaldayni. O'sha bar qoladi, tayyor bo'ldi. Mana shu. Xo'p, ina bu Umalniki bor, Aristono bor, mana siz tayyor. Xo'p, bu yerni shuni katta bir zali bor, bularni olib ketadi, Tokyo-Petroldan olib ketadi. Yana bu yerda bir kabinasi bor, chiroyli. Bir kabinasi bor, xudo xolasa. Salaversangiz ham bir kabinasi bor. Xo'p, yana katta bir zali bor. Keyin bu yoqda kuxnisi bor, tayyor kuxnisi bor, yana o'zlari qoladi. Mana bu yoqni ko'rsatsam, yana shunday bir nimada hojatxonasi bor. Arendator bu yerni kuxni etib qo'yibdi, yana bitishlar ham hamma narsasi tayyor. Olsangiz buni ishlatib ketaverasiz. Shunday bir xonasi bor. Hozirda to'g'rilantirib turibdi, chani ko'rsatman. Kelib ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Kim olaman desam, xo'p, bahosini chiqsam o'lmas desanglar, bahosini endi bilasizlar, sotuvchi aytaveradi. O'zingiz kelib ko'rib olaverasizlar. Xo'p, bahosini $120 ming aytib turibdi. Dokument 100% toza. Gelip görüp alaverasizlar. Klubu adama o 120 ming emas, ishlatib ketaveradi bu yerni. Aytdim-ku, xolasangiz arenda baş arenda berib o'tirasiz. Oyna 3-4 milliondan. Xolasangiz o'zingiz kafe açasizmi, yo biz boshqa narsa salasizmi bu yerdan? No usasangiz ham, no ishlasangiz ham ketadi bu yerda. Chunki xatari bilan magazin, do'kon shunday. Center shaharning markazi. O'zini klientlar ham bor, masalan, men arendatorni masalan, shunday. Qo'lingiz shara bo'lsa, xolasangiz talab ochasiz. Nimaday narsa to'yxona Xalq qabulxonasi manglayında. Türk tuman Birrun ko'chasida yana bu center bella. Bosib berasa pastda egasini nomerini qoldirib, bemalol telefon etib, kelib ko'rib, kelishib olaverasizlar. Aytilishi 120 ming, oranda qayt qutisini o'zingiz so'rashasizlar, xudo xolasa. Maylimiz chegara. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa, kanalimizga foydali, manfaat videolar chiqib turadi. O'sha abziyatini obuna bo'lib qo'ying inshaalloh.